Endi hech qanday katma qog'ozlar kerak emas. Bankda qora ro'yxatga tushib qoldingizmi? Bu ham muammo emas. Sizda xohish bo'lsa bo'ldi. Kelasiz, boshiga atiga $1500 bilan avtomat korobkasini, boshiga $1000 bilan xuddi mana shuni mexanika korobkasini olib ketaverasiz. Buni oylik to'lovlarga keladigan bo'lsak, 4.800.000 dan, bunisi esa 4.700.000 so'mdan. Gentra temasi bo'lganda men o'zimga boshqacha emotsiya olaman-da, chunki deganda Gentra haqiqatda katta bolalarning mashinasi. Men yaxshi ko'raman Gentrani. U mexanika bo'ladimi, u avtomat bo'ladimi, lyukli bo'ladimi, lyuksiz bo'ladimi farqi yo'q. U Gentra u. Bo'ldi, tamom, boshqa mavzu yo'q. Avtokreditga mashina olmoqchimisiz? Qora ro'yxatga tushib qolganmiz. Endi bu muammo emas. Mana akalarim, hamma sevib ardoqlab haydaydigan Gentra avtomat korobka. Akalar, opalar, mana sizlarga mashinalarni ajalini topib qo'ydik. Avtokreditga men cho'riga tushib qolganman-ku deb o'ylaysizmi? Muammo emas. Bizlarda endi halol narsaga mashinalarimiz bor. Xohlasangiz mexanika korobka, xohlasangiz avtomat korobka. Kelasiz, olasiz, minasiz, ketasiz. Mashinamizda Magicar pultlar, 4 ta yumshoq balonlar, salonlarimizga polni akkuratni chexollar taqib qo'yilgan, обогрев sidinalar, освежителlar. Mashinamizda 4-pokoleniya metan gazlar qo'yib qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, salonlarigacha akkuratni bo'lgan top-toza mashina. Mashinani boshlang'ich atiga $1000 bilan kelasiz. Bitta pasport bo'lsa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Ishingiz bir kunda hal bo'ladi. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga chiqarib beramiz. Narxini mana boshidan aytib yubordim akalar. Like bosishga arziydimi? Bitta like bosib qo'yingizlar. Bizda har xil mashinalar bor. U mashinalar sizga ma'qul kelganida ko'rmay qolmasligingiz uchun bittadan podpiska tugmasini bosib qo'yingizlar. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastda raqamlarimni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng zo'rlari, eng yaxshilari, eng hamyonboplari faqat bizda.